Oshirilgan tezlikning oqibatlari xususidagi avtohalokat tafsilotlariga to'xtalmoqchimiz. Ma'lum bo'lishicha, baxtsiz hodisa Toshkent viloyati Toshkent tumani hududidan o'tgan yo'lda sodir bo'lgan. 4-mart sanasi bilan qayd etilgan holat ijtimoiy tarmoqlarda bugun sizdirildi. Tafsilotlar xususida navbatdagi lavhada so'z boradi. Shahzod Abdullayev holatni o'rganib chiqdi. Avtoulovlar uzoqni yaqin, og'irini yengil qilishi bor gap. Biroq bu jumla boshqalarning o'limgacha bo'lgan masofasiga nisbatan ishlatilmaydi. Yo'l hushyorlikni yo'qotganlarni ham, tezlikni oshirganlarni ham ko'p hollarda kechiravermaydi. Bunga misol qilib, 4-mart kuni biz turgan manzilda sodir bo'lgan avtohalokatni keltirishimiz mumkin. Talofatlar jiddiy, oqibatlar ham shunday bo'lishi ehtimoli bor. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videodagi holat joriy yilning 4-mart kuni soat taxminan 12:40 larda Toshkent viloyati Toshkent tumani hududidan o'tgan M39 avtomobil yo'lining 812-kilometrda sodir bo'lgan bo'lib, ushbu holatda haydovchi 2005-yilda tug'ilgan fuqaro Lexus rusumli transport vositasini boshqarib ketayotgan vaqtida rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetidagi harakatsiz turgan Nexia rusumli transport vositasini hamda ushbu avtoulov yonida turgan 1960-yilda tug'ilgan piyodani urib yuborgan. Manzilda avtohalokat keltirgan talofatning izi deyarli qolmagan. Biroq jabrlangan 65 yoshli fuqaro hali ham reanimatsiya bo'limida. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida piyoda turli xil tan jarohatlari olib, tuman markaziy shifoxonasiga yotqizilgan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismiga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ma'lumot o'rnida qo'shtirnoq bilan qahramon deyish mumkin bo'lgan avtohalokat sababchisi 2005-yilda tug'ilgan. Intervyu berishni istamagan jabrlanuvchi yaqinlarining izohi esa bir nechta, lekin tinglovchiga yaxshigina ta'sir qila oladigan so'zlar bilan cheklandi. Ota-ona shunaqa mashinani berib qo'yadimi? Katta mashinani mashinadan uchib kelib, ma'mundagi qo'shni trotuaridan kelib, men bu stalbaga urilib, stalbani ag'darib, men bitta mana xo'jayini men moyoq o'tgan ekan, tutayotgan mashinalarini o'zlari bilan ikkovini olib tekshirib, mana endi hozir oyoq qo'llari ishlamay. Jabrlanuvchining ayni damdagi holatiga oydinlik kiritish maqsadida 7-sonli shahar klinik shifoxonasiga ham bordik. Biroq qabuliga kiritishni ham joiz ko'rmagan muassasaning bosh shifokori kotibasi orqali hech qanday axborot berilmasligini ma'lum qildi. Shundan so'ng norasmiy manbalarda keltirilgan ish yopti qilib yuborilyaptimi qabilidagi xabarlar esimizga keldi-yu, lekin yaxshi gumonda bo'lib qo'ya qoldik. Vijdon xususidagi tushunchalar yo'qolib ulgurmaganiga umid qilamiz. Bu kun Shahzod Abdullayev, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.